Siydik ayirish a'zolari ayirish sistemasining asosiy qismi hisoblanadi. Siydik ayirish a'zolariga o'ng va chap buyraklar, siydik yo'li, qovuq ya'ni siydik pufagi va siydik chiqarish kanali kiradi. Buyrak juft a'zo bo'lib, qorin bo'shlig'ining bel qismida, ya'ni birinchi va ikkinchi bel umurtqasining yon tomonida joylashgan. U loviya shakliga o'xshash bo'ladi. Buyrak ancha murakkab tuzilgan. Uning ichki tomoni botiqroq bo'lib, buyrak darvozasi deb ataladi. Buyrak darvozasi orqali unga arteriya qon tomiri kiradi, vena qon tomiri chiqadi. Shuningdek, buyrak darvozasi orqali siydik yo'li ham chiqadi. Har bir buyrakning og'irligi o'rtacha 150 gram keladi. Buyrak bo'ylamasiga kesib qaralganda, uning to'qimasi ikki qavatdan tashqi qoramtir po'st va ichki oqimtir mag'iz qavatdan iborat ekanligi ko'rinadi. Buyrak to'qimasi murakkab mikroskopik tuzilishga ega bo'lgan nefronlardan tashkil topgan. Har bir buyrakda 1 million atrofida nefron bo'ladi. Nefronlarning uzunligi birgalikda 100 kilometrga yetadi. Ikkala buyrakda 2-2,5 million nefron bo'ladi. Har bir nefron Shumlyanskiy-Baumen kapsulasi, uning ichida joylashgan mayda qon tomirlari, ya'ni Malpighi chigali, kapsuladan boshlanadigan birlamchi ilonizi naychalar, Genli halqasi va uchki ikkilamchi ilonizi naychalardan iborat. Nefron kapsulasi, birlamchi va ikkilamchi naychalar buyrakning po'stloq qismida, Genli halqasi esa uning mag'iz qismida joylashgan. Nefronlarning ikkilamchi ilonizi naychalari buyrakning yig'uvchi naychalariga ochiladi. Yig'uvchi naychalar buyrak po'stlog'idan boshlanadi, buyrakning mag'iz qismiga kelib, piramidalar so'rg'ichlarga tutashadi. So'rg'ichlar buyrakning kichik kosachalariga ochiladi. Shumlyanskiy-Baumen kapsulasiga afferent arteriya tomiri kiradi. Mayda tomirchalarga, ya'ni to'rsimon shakldagi kapillyarlarga bo'linib, Malpighi tugunchasini hosil qiladi. Bu tugunchaning kapillyarlari yana bir-biri bilan qo'shilib, kapsuladan chiquvchi arteriya tomirini hosil qiladi. Shu tomir kapsuladan chiqib, yanada mayda kapillyarlarga bo'linadi. Ular esa egri-bugri kalavasimon kanalchalar va Genli halqasi atrofini to'rsimon shaklda o'raydi. Shunday qilib, buyrakda qon aylanishining asosiy xususiyati shundan iboratki, arteriya qoni ikki joyda to'rsimon shakldagi kapillyarlar orqali o'tadi. Shundan keyin arteriya kapillyarlar tomirlaridan vena kapillyar tomirlari boshlanadi va ular bir-biri bilan qo'shilib, buyrak venasini hosil qiladi. Buyrakda siydik hosil bo'lishi ikki davrga bo'linadi. Birinchi davr filtratsiya davri deyilib, u birlamchi siydik hosil bo'lishidan iborat. Bunda Malpighi tugunchalarining arteriya kapillyarlari orqali qonning suyuq qismi filtrlanib, Shumlyanskiy-Baumen kapsulasi bo'shlig'iga o'tadi. Bu jarayonning o'tishi kapillyarlardagi bosimning yuqori, kapsuladagi bosimning past bo'lishi bilan izohlanadi. Birlamchi siydikning tarkibi qon plazmasining tarkibiga yaqin bo'lib, unda faqat oqsil bo'lmaydi, chunki u kapillyar qon tomirlari orqali o'ta olmaydi. Kapsuladagi birlamchi siydik kalavasimon kanalchalarga o'tadi. Bu kanalchalarning devori orqali birlamchi siydik tarkibidagi qand, aminokislotalar, suv va mineral tuzlarning ko'p qismi, ya'ni 98,5-99% vena qon tomirlariga qayta so'riladi. Bunga reabsorpsiya deb ataladi. Bu siydik hosil bo'lishining ikkinchi davri hisoblanadi. Ikkilamchi siydik tarkibida qoldiq azot, mochevina, kreatinin kabi moddalar, ma'lum miqdorda tuz va suv bo'ladi. Katta odamda buyrak nefronlarida uzluksiz siydik filtrlanishi natijasida bir sutkada 100 litr birlamchi siydik hosil bo'ladi. Uning 98,5-99 litri qayta kalavasimon kanalchalar devori orqali qonga so'riladi. Qolgan 1-1,5 litri esa ikkilamchi siydik sifatida tashqariga chiqariladi. Nefron kanalchalarida hosil bo'lgan siydik buyrak kosachalari, so'ngra buyrak jomi orqali siydik yo'liga o'tadi. Siydik yo'li devorining peristaltik qisqarishi natijasida siydik qovuqda to'planadi. Qovuqda siydik 250-300 ml ga yetganda, qovoqning devoridagi bosim ortib, qovoq devori retseptorlarida qo'zg'alish paydo bo'ladi. Hosil bo'lgan nerv impulslari
orqa miya do'ng'aza bo'limidagi siydik ayirish markaziga, undan parasimpatik nervlar orqali qovoq devori muskullariga keladi. Qovoq muskullari qisqarib, chiqarish nayi sfinkterlari ochiladi va siydik ajraladi.